Turmay ishoning, oppoq tushgan dedim. Ishdan bo'shatolmay nima deyapsiz? Ya, nima deyapsiz ish deb turib. Jim o'tiradi balkonda aytdim deydi. Jim o'tirsin bo'lmasa. Gapiruvdi, gapi yoqmadi. O'ylayman visoling, sog'inib jamoling. Starim yoqib beringlar balkon. Radarimga tushib ketaveringlar, ha? Bag'akdayam ko'rinib turadi borlik. Rahmat. Rahmat balkonim. Balkonim. Kimda bor yana? Qolganlarda yo'q, mayli. Muhammadiyakida вообще yo'q. Radarimga tushmayapti-da. Assalomu alaykum. Star хочу balkon. Seni tarlab kattayib qoldim. Reytinglar bilindi ekan, ularni yuragim siqmayapti. Eshikdagi o'tib yig'laveraman boru. Eshikdagi o'tib yig'laveraman, nima deyapsiz aka? Yedim demang aka. Yurak qaysi tarafda edi? O'ngdanmidi, chapdanmidi, balkon o'rtadamidi? Qayerda bo'lardi? Qayerda bo'lardi yurak? Cho'ta men hozir tushunmay qoldim. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Tushunmay qoldim. Balkon o'ngdanmi, chapdanmi? Yedim demanglar balkon. Zachim? Oxiri o'zi ketibdi-yu. Qadaysiz? Nimani qaday? Qayga qaday? Astag'firullah, balkon normal yozinglar. Tushunib men ham tushunib olay. Rostda do'mbira ko'zi. Qayga qaday? Nimani qaday? Chiroyli yozish, men ham tushunay. Подписка deydi. Подписка qilib yubormasangiz keyin подписка tashlayman. Подписка qilib yuborsangiz keyin asabim buzilib qoladi. Bir pasta gradini yedi deb подписка qildingizmi deydi. Kim подписка qildi? Men sizni подписка qildim, подписка qilmadim men. Desam, ketib qolgan ekansiz. Keyin подписка qilgan paytim kechirasiz. Zimlak, uzr, tashlab qo'ydim hozir. Nima yedi deb подписка qilib Joni sog'mi, chiroyli gulim? Chiroyli gulingiz qaydaydi sizni? Billa deydi. Podarkani onasini nemizini akasini oqibati yo'qotmang. 717 keling. Assalomu alaykum. 3:7 kelinglar. Balkonimning detaylar. Qanat aka. Star yoqib bering aka. Qalaysiz? Va alaykum assalom. Allohga shukr bo'ladi. Kelinglar balkon. Qanat akada bor, podarka bor Qanat akada. Radarimga tushib o'tiribdi.
Billah deydi. Lokadayam badarka bor. Radarimga tushib ketaverdilar balkon ustara yoqib bermay. Хотя bitta cho'p tashlayveringlar. Nima bor-ku, kolokonchik. Nima edi? Qo'ng'iroqchadan urib yuborsanglar bitta ikkita yaxshi bo'lib ketadi. Bechora starim ham yonib ketadi ishoninglar. Shu balkonim rahmat. Yaxmat. Nurani oldidamisiz haliyam? Papay. Onam bo'lgandan keyin shunday bo'laman, katta xolamnikida bo'laman, boshqa papay. Gapingizni o'rganib gapiring aytdi mendan. Yevropaga keling. Efirga shu kirmasala bo'lmasa hech kim bor onasini emsin. Na salomgalik olishmaydi, na boshqa qilishmaydi, ketishaveradi. Ting yetkazib. Navayskiga keling, assalomu alaykum. Star yoqib beringlar balkon. Men to'g'ri ma'noda yozdim deydi. Ko'ryapsiz-ku, har kuni kelamiz bitta joyda aka. Har kuni kelamiz bitta joyda efir qilamiz. Onam bo'lgandan keyin ya. Balki men yeto tushungandirman. Joningdan deydi. Balkon. Jannatim balkonim bo'lyapti. Oriq bormi? Oriq. Kimdir kelaversa urib berib ketsa-da, oling singlim sizga. Aylanib ketay jinnatim singlim deb. Keyin 3-8 keling, assalomu alaykum. Ey Allohim, o'zingga shukr. Hech kim bakib qilmadimi deyman bugun.